Demak, yosh ishtirokchimizga savollarni berishni boshladik. Tayyormisiz? Tayyorman. Birinchi savol. Fil so'zining inglizcha tarjimasi nima? A javob elephant, B javob horse, C javob mouse va D javob cat. Horse, at, mouse, sichqon, mushuk, cat. Mening javobim elephant. Javobingiz qat'iymi? Ha, Siz to'g'ri javobni topdingiz. Tabriklaymiz. Diqqat, keyingi savollarni o'qiyman. O'yinchoq so'zining inglizcha tarjimasi nima? A javob joy, B javob boy, C javob qo'y va D javob toy. to'g'ri javobni bilmayman. Telefon qilsam maylimi? Kimga qo'ng'iroq qilmoqchisiz? Singlimga. Akagama yoki Assalomu alaykum Laylo. Sizni kim millioner bo'lishni xohlaydi ko'rsatuvdan bezovta qilyapmiz. Opangiz sizdan yordam olishni istadi. Agar tayyor bo'lsangiz, sizga savollarni o'qib eshitiraman. Demak, savolimiz shunday. O'yinchoq so'zining inglizcha tarjimasi nima? Javoblarni o'qiyman. Demak, A javob joy, B javob boy, C javob qo'y va D javob toy. men bilmayman. Bo'pti, o'zim taxmin qilib ko'raman. Demak, sizning javobingiz Menimcha to'y bo'lsa kerak. bu qat'iy javobingizmi? Ha, Tabriklaymiz. Siz to'g'ri javobni topdingiz.